Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan xalqimiz orasida juda ham ko'p aylanib yuradigan, lekin meditsinada yo'q bo'lgan top 5 ta ibora haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi issiq ukol, ya'ni hammamiz biladigan kalsiy glukonat va kalsiy xlor ukoli. Ko'pchilik xalqimiz buni issiq ukol deb aytishadi, chunki ukolni oladigan vaqtda bemorda qizish hissi bo'ladi. Bu ukol qachon qilinadi o'zi? Bu ukolni ko'pincha 70-80% holatlarda boshqa maqsadlarda olib yurishadi. Bu ukol asosan ikkita maqsadda qilinadi. Birinchisi allergik kasalliklar uchun qo'shimcha dori vositasi sifatida ishlatiladi. Ya'ni allergiyada odatda qon tomirlarida devori shunaqa bo'lib teshikchalar paydo bo'lib qoladi, orasi ochilib qoladi. Natijada qonda suyuq qismi terini tagiga chiqib, bemorda shishlar paydo bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda kalsiy glukonat qilinganda silliq mushaklar tonusini oshiradida qon tomir berkiladi. Devori berkilishi natijasida allergik jarayonlar to'xtaydi. Ikkinchisi qonni qo'yig'lashtirish maqsadida beriladi. Masalan, qon suyulib ketadigan bemorlarda vaqti bilan kalsiy glukonat qilib qonda qo'yiltiriladi. Ya'ni trombotitlar agregatsiyasini o'zaro bir-biriga yopishishini kuchaytiriladi. Asosan shu ikkita jarayonda qilinadi. Endi misol uchun aytaylik, allergik rinit. Bemorda ham burun qonaydi, ham allergiya bor. O'sha vaqtda shu ukol juda mos keladi. Ya'ni ham allergiyani yo'qotadi, ham burun qonashini to'xtatadi. Lekin ko'pincha ko'ramiz, bemorlar oyog'i og'risa ham, zak o'tib ketdi deb ham, infeksiyaga qarshi ham immunitetimni oshiradi, ba'zan qonim qo'yilib ketibdi deb ham kalsiy glukonat olgan holatlarini ko'ramiz. Bu narsani albatta shifokor bilan maslahat qilib olish kerak. Kalsiy glukonatni ularga hech qanday foydasi yo'q. Masalan, kalsiyni ko'paytirish uchun ham bu ukolni qilish noo'rin, chunki hozirgi kunda kalsiyni vitamin D bilan qo'shilgan preparatlari juda ham ko'p. Ular bunga qaraganda ancha yaxshiroq. Keyingi iboramiz quvvat ukol. Quvvat ukol haqida o'tgan safargi videoda aytib o'tdim. Meditsinada umuman quvvat ukol degan narsani o'zi yo'q. Masalan, quvvat ukol deb oladigan ukolimiz eng yaxshisi ham bir dona tuxumni quvvatini beradi xolos. Uni qachonki ovqatni yutish imkoni cheklangan kasallarda, aytib o'tganimizdek, o'sha insultda yo bo'lmasam komada yotgan bemorlarda o'sha vaqtda ovqatlanmaganligi sababli o'sha ukollar tomirdan qilinadi. Shu maqsadda ishlab chiqarilgan. Agar ovqat yeyish imkoni bo'lsa, albatta hamma quvvat, hamma vitamin, energiya faqat oziq-ovqatlarda, ya'ni tabiiy narsalarda. Agar ovqat bilan quvvatingiz ko'tarilmaydigan bo'lsa, unda sizda qo'shimcha kasalliklar bo'lishi mumkin. Davleniya, sahar, jigarda muammo, kamqonlik, yoshga bog'liq holatlar, bular ham ko'p stresslar, masalan, quvvatni pastlatuvchi omillar sanaladi. Buni masalan, davleniyada yurgan bemor baland davleniyani tushirmasdan quvvatim yo'q deb quvvat ukol olib yurgan holatlari ham ko'p uchraydi. Shuning uchun aytmoqchiman, hech qanaqa ukol bilan quvvatni oshirib bo'lmaydi. Agar ovqat yutish imkoningiz bo'lsa, albatta faqat tabiiy ovqatlar bilan quvvat oshiriladi. Keyingi ibora qonni yuvish. Ko'pincha yoshlarda, yosh erkaklarda uchraydi. Ya'ni zararli odati ko'proq erkaklarda. Masalan, spirtli ichimlik ichadigan, energetiklar ichadigan, tamaki chekadigan bemorlar vaqti bilan 2-3 oyda qonini yuvilib turadi. Go'yoki o'sha ukol bilan, kapelnitsalar bilan qonni yuvoraman deb o'ylaydi va xotirjam yana zararli odatini davom ettirib yuraveradi. Endi masalan, ulardan so'rasam, ko'pincha oladigan ukollari 500 ml, ya'ni yarim litr 0.9% natr xlor erta bilan kechki payt 5% 500 ml glyukoza olishar ekan. Masalan, natr xlor tarkibini ko'radigan bo'lsak, 0.9% natr xlorni 100 grammida 0.9 gram osh tuzi bo'ladi. O'zimizning oddiy osh tuzi bo'ladi. Uni 500 grammida 4,5 gram osh tuzi bo'ladi. Ya'ni bir choy qoshiq tuz 5 gram chiqadi. Misol uchun yarim litr destillangan suvga rost qonni yuvmoqchi bo'lsangizda, agar shu usulda bir choy qoshiq tuzni solib, aralashtirib ichib olsangiz ham xuddi o'sha natijani beradi. U ham to'g'ri qonga so'riladi. Bu ham ukol ham bir yo'l qonga so'riladi. 5% glyukoza. Bu degani 100 grammida 5 gram o'zimizning shakar bor, ya'ni bir dona oq qand bor, 5 gram. 500 grammida 5 ta oq qand bor. Yarim litr suvga 5 ta oq qand tashab, eritib turib ichib olsangiz bo'ldi. Bir xil shu bilan. Ya'ni agar rost shu usulda qonni yuvmoqchi bo'lsangiz, erta bilan shu bir qoshiq tuz, kechqurunga 5 ta oq qand. Shu bilan agar qon yuvilsa, shu usulda qilsangiz bo'laveradi uni o'rniga. Lekin aslida u bilan qonni umuman yuvishga imkoni yo'q. Qon o'zi yuvishga muhtoj emas. Qon doim toza bo'ladi. Uni ichidagi zararli moddalarni, masalan, har kuni qabul qilganingizda jigar har kuni neytrallaydi. Faqat jigar vaqt o'tgan sari qiynalib, nagruzkada ishlab, o'zini xususiyatini yo'qotib boraveradi. Ikkinchisi buyrak. Buyrak ilojini boricha shu zararli narsalarni tashqariga chiqarish uchun xizmat qiladi.
shu a'zolarga nagruzka tushadi, lekin qonni baribir toza saqlaydi ular. Endi misol uchun qonni yuvish degan narsa meditsinada ham bor. Buni gemodializ yoki plazmaforez deymiz. Masalan, gemodializ qachon qilinadi? Buyrak yetishmovchiligida, ya'ni buyrak terminal stadiyada umuman siydik ajratmay qolgan vaqtda qonni tarkibida siydik ko'tarilib ketadi, ya'ni mochevina kreatininalar baland bo'lib ketadi. Ana o'sha mahalda qonni qo'ldan chiqarib olib, apparatda aylantirib, ichida filtrlardan o'tkazilib, ichidagi siydikni tashqariga chiqarib, yana qonni organizmga quyib yuboriladi. Bu jarayon bu ham vaqtincha 2 oy, 3 oydan keyin yana siydik yig'ilib bo'ladi qonga. Qonni yuvish degani shu. Agar shu yo'l bilan, misol uchun kapelnitsa bilan qonni yuvishning imkoni bo'lganda, shu kasallarga 2 ta emas 4 ta kapelnitsa ulasak, gemodializga hojat qolmasdi, osongina yuvilib yurgan bo'lardi. Keyingi iboramiz xoram qon. Ko'pincha bemorlar aytishadi, xoram qonim ko'payib ketibdi ekan, oldirib tashladim. Masalan, quloq orqasidan, bo'yindan, beldan, tizza, tovon, shunaqa joylardan xoram qonni oldirib yurishadi. Aslida qon tarkibida 1 gram agar xoram qon, ya'ni nosteril qon qo'shiladigan bo'lsa, bemorga kuchli reaksiya, temperatura, sepsis holatlariga sabab bo'lishi mumkin. Endi o'sha joydan qonni olish to'g'ri yengillik beradi odamga. Bu ham meditsinada ham bor narsa. Masalan, faqat bu qo'shimcha usul. Ya'ni aytaylik, greja bo'lgan bemorda o'sha atrofida venozniy dimlanish bo'ladi. Ya'ni vena tomirlari kengayadi, qon o'sha joyga kelishi ko'payib, shu yerda qon dimlanishi bo'ladi. Natijada nervlarni qisib, yallig'lanish mediatorlarini ko'paytirib, og'riq berishi mumkin. O'sha qonni chiqarib yuborganda yana 2 oygacha o'sha joyga to'planguncha og'riq pastlaydi. Masalan, migrenda ko'pincha qon oldirish foyda beradi. Shu venalarda dimlanishini pastlatadi. Lekin buni masalan albatta shifokor bilan maslahat qilib olgan ma'qul. Qaysi kasalliklarda qilish kerak, qaysi birida kerak emas, buni oldin aniqlashtirib olish kerak. Keyingi iboramiz yurak tushishi. Ko'pincha yoshlarda, ayollarda uchraydigan holat. Bemor keladi, qornini ushlab keladi. Yuragim qornimda uryapti doktor, yuragim tushib qoldi deb keladigan holat juda ham ko'p. Lekin ushlab ko'rsangiz, u yerda yurak yo'q. Tekshirib ko'rilganda yurak joyida turgan bo'ladi. Masalan, anatomik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, yurak juda ham mustahkam joylashgan. O'zini joyida, yurak o'rtada, o'zini joyida juda ham mustahkam joylashgan. Atrofida o'pka, uni atrofida qovurg'alar, yurakni siljishi umuman imkonsiz. Masalan, qanchalik a'zo muhim bo'lsa, shunchalik himoyada joylashadi. Masalan, miyaga o'xshab. Yurak ham xuddi shunaqa. Juda himoyasi kuchli. Pastidan organizmdagi eng qalin parda, ya'ni diafragma bilan to'silgan. Yurak hech qayerga siljishda imkoni yo'q. Hatto 1 millimetrgacha ham siljimaydi yurak. Agar yurak pastga tushib qoladigan bo'lsa, tepadagi qon tomirlarini ham pastga tortib yuborishiga to'g'ri keladi. U tomirlar cho'zilmaydi, uzilib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun yurak tushmaydi. Endi mabodo tushdi degan taqdirimizda ham yurak qoringa tushadigan bo'lsa, qorindagi a'zolar qayerga ketadi? Masalan, oshqozon, jigar, taloq, bular qayerga ketadi? Yurak katta 250 grammli a'zo, u qoringa tushadigan bo'lsa, unga joyi yo'q u yerda. Hamma a'zolar bir-biridan zich turgan bo'ladi. Misol uchun, yurak ba'zan bo'yinda uradigan holatlar ham ko'p. Lekin hech kim aytmaydiki, yuragim ko'tarilib qolibdi degan iborani hech kim ishlatmaydi. Endi masalaning yana bitta tomoni bor. Misol uchun, bu iborani qattiq qo'rqib ketdim degan ma'noda ham ishlatadigan bo'lishi mumkin odamlar. Bu narsa ham tibbiyotda bor. Ya'ni NSD, VSD, kardiofobiya degan kasalliklar bor. Aynan yurak boshqa joyda his qilinadi, yoki tomoqda, yoki qorinda. Yurak o'zini sohasida emas, boshqa joylarda his qilinadi. Bemor uchun buni ham davosi bor. Davolash unchalik qiyin emas. Ba'zi 2-3 ta tabletkalar bilan bemor sog'ayib ketishi mumkin. Bu videoni tayyorlash bilan bemorlarda men niyatim ixlosini yo'qotish, ishonchini pasaytirish emas. Birinchi o'rinda misol uchun aytishadi-ku, futbolda natija muhim, o'yinda ahamiyati yo'q deyishadi. Misol uchun doktorlar uchun bemor qaysi yo'l bilan tuzalsa ham uni ahamiyati yo'q. Muhimi sog'ayib ketsa bo'ldi. Faqat bularni aytishdan maqsad bemorlar ko'pincha foyda qilyapman deb o'ylab o'ziga zarar qilib qo'yishi mumkin. Misol uchun aytaylik, oddiy kalsiy glukonat. Bemorga boshqa bir ukol yozsangiz, yo'riqnomasini o'qiydi-da, doktor bu immunitetni pastlatar ekan, olmadim deb keladi. Lekin kalsiy glukonatni hech kim yo'riqnomasini o'qimaydi. Mana men bitta yo'riqnomasini oldim. Bu yerda nojo'ya ta'sirlari degan joyda o'qisangiz, masalan, kalsiy glukonatni olib. Endi bu sizga ko'rinadimi yo'qmi bilmayman, lekin nojo'ya ta'sirlarida ba'zida o'lim kuzatilishi mumkin deyapti. Nojo'ya ta'sirlarida. Mana tagiga chizib qo'ydim. Ba'zida o'lim kuzatilishi mumkin deb yozyapti. 70-80% dori-darmonlarning yo'riqnomasini o'qisangiz, masalan, aytadi, onkologiyani bezovta qiladi, qonni kamaytiradi, boshqa bir nechta zararlarni ko'rsatadi, lekin o'lim kuzatilishi mumkin deb juda kamdan kam ukolga yozadi.
kamdan-kam joyda kuzatamiz. Ha, buni yo'riqnomasini hech kim o'qimaydi ham, o'ylamaydi ham. Bu ukolni o'zlari bilib, aptekaga kirib olib yurishadi. Undan tashqari kalsiy glyukonatda misol uchun tromboz bo'ladi. Ba'zan bemorda o'zi bilmaydi, qoni qo'yib bo'ladi. Kalsiy glyukonatni biz qonni qo'yiltirish uchun ishlatamiz. Endi masalan, xo'p, qonni yuvadigan masalaga kelsak, uni zarari nimada? Misol uchun 1 litr kapelnitsani bir kunda organizmga ulash ham o'pkaga, mana Covidda ko'rdik, o'pkasiga suv yig'ildi odamlarda. Pochkaga ham yurakka nagruzka 1 litr suv. Biz ichgan suvimiz asta-sekinlik bilan so'riladi qonga. U kapelnitsa yarim soat ichida yarim litr o'tib ketadi. Asta-sekinlik bilan so'rilganda buyrak o'zi keraksizini chiqarib tashlaydi. Shunaqa bilan suv balansini organizm o'zi mustaqil tiklaydi. U bilan qonni yuvishimiz noto'g'ri. Masalan, aytaylik, qonni qoram-qonimda oldiryapman deb ba'zan anemiyaga sabab bo'lgan holatlar ham bo'ladi. Ba'zan qon ketish holatlari bo'lishi mumkin. Yuragi tushgan bemorlarda aytadigan bo'lsa, yurakni ko'tarish uchun maxsus odamlar bemorda shu to'shaklar bilan o'rab, qizib turgan toshga, o'sha to'shakni bir joyidan ochib turib, qizib turgan toshga suv quyib, parlatib, bemorda shu parlab qo'rqitishga harakat qilinadi va shu bilan yurak ko'tarilar ekan. Borgan bemorlar shunaqa deyishadi. Endi misol uchun bu vaqtda bemorda davleniya bo'lishi mumkin, boshqa bir qandaydir xastaliklar bezovta qilib qolishi mumkin. Shuning uchun agar boradigan bo'lsangiz, shifokordan bitta maslahat olib, haqiqatda sizda davleniya yo'qmi, boshqa qo'shimcha kasalliklar yo'qmi yoki shu ukolni olish shartmi yo'qmi, oldin bir marta so'rab olgan yaxshi deb o'ylayman.